Assalomu alaykum. Men Güliz. Men yaqin ağır qilib ağır qilsaqmi ana degan to'xtamay ishlaydi. Shuni to'xtamay ishlab qolgan ishlarni amana qilib zarur ishlarni. Shuni mazmun ishlashga vaqt chiqaramay qoldim. Mushu o'ntirishning mushu bir bo'lak mumkin bosh og'rib 3 kun bo'ldi, aram qo'ymag'lay. Lekin ana bu aram olamaymiz, qilgan ishlarni amana qilamiz. Demek oğlum hazır şu mektepke balını aka qo'yib kichkina mazmun ishlay dedim. Chunki men bu vaqtim chiqqancha men Instagram, Facebook ash kanallarimni boshqarib tahlillab mumkin men bu Gülisda qo'ygan mahsulotlarni qaytib degandek ishlarni qilayotgan. Men Instagramdan meni cheklagan vaqti to'shib hozir yana qaytadan nim qilibdi. Lekin davomli menga ogohlantirishlarni beradi. Masalan, shu men boshqalarning ishlagan, hatto shu hukumatning ishlagan, siyosatchilar ishlagan o'z og'zi bilan aytilgan so'zlarni nim qilsammi, bahirlasammi, men to'g'ri deb qaraganman, qo'shilgan yoki mening ko'z qarashlarim bo'lgan ashyolarni qilsammi, yana bizning shu Instagramning siyosatlariga nim uyg'un tushmaydi deb til ogohlantirish beradi. Agar ogohlantirish shu yana assa shu ashla belgilan sandan hozir 50 necha bo'lib ketdi. Yana men to'xtab qo'yish mumkin. Yana desam yana shu xuddi men pul topib ketgandek mana shu bor kuchi bilan sen pul topamaysan deb nim qilib. Demek o'g'lim bu ishqibak hadidan ishotdi bular hamda machum andlardan chiqdi. Mushlamam az ya. Mushu haqiqatni, mushu fact checkers, mushu alqi faqat mushu bahirlangan mazmunlarning rost yolg'onligini tekshiruvchilar muamdi ya ish qilib oyoq bo'ldi. Uniki budjet siyosat o'zgarishi mumkin. Uni vaqt ketadi, choma meni qilolmaydi. Quvvatida ish qilib hamma gaplar shu bergan va'dalarni bir-birlab amalga oshiradi. Albatta, bir kun ish yuz bermaydi. Ilmi qisqa vaqt ichida mushu 4 yil qilamagan kechiringlar Biden Kamal qilamagan ishlarni hozir shundoq quvvatida chom. Onunki men müşajab qilib ketdi deb ularning siyosatlarini tuzib qo'ydi ғой, ularning qoidalarni tuzdi, nima qildik deb ashni tuzdi. U degan shu uzun maqolda. Uni hech kim o'qish shoshmaydi. Shu meni cheklamaganga o'qib boqay deb buni ko'z tashlab baqdim. Ko'z tashlab baqsam ularning shunacha qoidalari bor ekan. Shu pul tepishqa to'sqinlik qildigancha. Bizni cheklaydigan uning ichida shu qaydlangan mazmunlarni tekrar bahirlangan mazmunlar mesela pul tepishqa nim qildi ekan, ta'sir qildi ekan. Undan takrorlangan mazmunlar, gap so'z mazmunlari, ba'zi gap so'zlar, undan ba'zi oshkorlangan reallik, masalan vaksina qarta, maktab qarta, hukumat qarta, chiriklik qarta va ba'zi o'tapti va ishqib nurg'un siyosiy qarta, siyosat qarta mazmunlar cheklandigan qayd rasulmi uningki siyosatchilarning gaplari meni o'ylaganda bular shu belgilimlarni o'zining manfaatiga uyg'on shu solchilarning manfaatiga qarta qilib qo'ygan amaliyot jihlari deymiz qattiqligi aqlga mos kelmaydi. Chunki ijtimoiy suhbatda söz erkinligi Amerikaning birinchi nizomi söz erkinligi bular daxl tarjih etdi. Chunki biz qancha bahrasak bo'ladi. Asli bu huquqimiz bo'lishi kerak. Endi shu huquqimizni bor qildi, ammo pul tepish huquqimizni yo'q qilish orqali bizning qiziqligimizga suchachatida bular. Unimi o'ylanib bahilganchada shu so'zlarimizni qatib so'z faqat og'zimiz to'qilib qolsa, hech machda mush Amerikaning bayrog'ini qatib bo'lsa-mu bahirlasam, yana shu ularning musha taqotuqligi qoidasini o'zlari bekitgan qoidasini nim qilmay. Bopta, chunki Instagram ularning emas, men qaysi mushlarni ushlarga agishimsak bo'lmaydi. Ajoyibtini ish qilib bopti. Qanday qilamiz? Lekin qo'yamday Xitoyning ko'g'li yaxshi bo'lishga boshladi endi Trumpga yana qanday bo'ldi yana chiqib yana ko'rdan nurg'un masalalar bor. Uningki yana bir o'ylab qolganim shu ma'lumotli Kaliforniyada bo'layotgan namoyishlar. Bularni bek odamni o'ylantiradi shunda.
Jepish market. Shunda o'ylantirib ketadi. O'ylab bakanglar bu xalqning to'g'ri bu Kaliforniya bu degan shu pro-Meksikaliklarning bu Amerika degan indiyalarning ketelik, ammo u davr o'tib ketdi, shunaqa o'tib ketib hozir Amerika shunchalik necha yuzlab davlatini qurib cho'ngaytib nim qotdi endi u zamon qaytish bo'lsa qanday qaytadi? Bu bir masala. Undan hozir Amerikaligi dunyodagi birinchi numurli davlat endi hisobda. Bo'lmay qag'il tasqagan va Trumpga chiqib bo'g'izatadi. Undan keyin agar qanday qig'iliq endi Kaliforniyadagi meksikaliklarning namoyishlari xalq qilmay, hukumat qilmay o'zining shu boshqa yerlik xalq aqcha shu to'sayotgan shu mashinalarning orasida shu o'zining Meksika xalqi bo'lishi mumkin. Taqatuqqa qilmaydigan. Ashta namoyishlarni to'xtamay qo'yadi-da. Qilgan namoyish shu Kaliforniyaning shtatining boshlig'iga berish kerak dasli. U kuch qo'yilni to'sab asqatmaydigan nimalarni qilg'icha. Shunaqa u asqatmaydi hargiz. Faqat xalq anda to'polon qilib bu voqealarni keltirib chiqarmagan, sabab bo'lmagan boshqa bir xalqning turmushiga ta'sir qilib nima foydasi? Ashara bak chiqib qoldi. Alqadan o'ylantirdim. Bizlar shu Bizlar shu. Undan keyin bu ishqibadan bek o'ylantirib qo'ydi ekan. Undan keyin men ko'chmalarning xabardim ular shu qo'zg'olonning o'bullarni to'g'ri yashlatmaysa u asqatmaydi deganim sabab haqiqatan xalqiga nim qilgan bo'lsa, haqiqiy ko'ngil bo'lsa xalqiga. O bizni qo'llab chiqib o'budi. 300 ming odamlar Trump o'zi tepdi-da, shu askarlarni ish qilib, oqtirib yurib, mushlarni izlab yurib chiqarib jarayonida shu 70 ming, 80 ming kichik yo'qolib ketgan kichik bolalarni tepib oldi. Ko'pincha Meksikalik shu. Ashlarga Trumpga rahmat deb, ashlarni ko'rib, unda ahmas ko'ch qo'ylan to'sab namoyish qilgandan ko'ra top shu bolani izsimamdi. U bichara bolalar nima yomonliklarni ko'ryapti hozir. Rasmiy bu shu tepilgan bolalar endi jur'atli bo'lib, shu oshkorlagan bo'lsa, misha bo'ldi deb nim qanchada yana narsa chiqdi, bularning shu bola askashning keyingi odamlar solchilar bir so'lib chiqadigan bo'lsa, ma keyingi 4 yil dahshat bir kino bo'ldi tarix Amerika tarixidagi vahshiy. Undan keyin Elon Musk degandek Didi College partisining yig'ilishining uning qatnashib shu boshqalarni shu jismoniy va ma'naviy bo'lib ma'naviy jihatdan shu buzib bo'zaq qilib ashlarga aralashgan Didiga aytib bu haqni bo'zaq qilmoqda jinoyatchilar cho'lpon siyosatchi jinoyatchilarning nomi bir chiqib hammasini cho'kilib chiqib tursa 11 cho'ng xabar undan keyin Epstein degan razil ishplasdan keyin bol atkashi qilgan razil ishplasdan keyin shunda uzun yil shu ishplasdan keyin razilligiga tang qo'shilgan shu jinoyatchilar chiqsa ularning dangdar shaxslarda shu pul orqali qechayotgan shu dangdar pul orqali qechayotgan dangdar shaxslar ular chiqilib tursa chugilib dunyo bu Amerika orqali mesela Trump Amerika'nın o'ngshab qotdi, ichidan tozlayotdi. Eng muhimi shu kichik bolalarni qo'g'dayotdi hozir rasmiy. Shu chiqib gaplar chiqdi chugilib sabablar voqealar shu razillik ichidan chirishib ketgan ishplaslar hammasi so'zib chiqdi. Undan keyin ma'lum Didi College partisidagi daimlik mehmon Titanic'ning baş rol Leonardo chetal ko'chmab ketdi bildinglar. Xali biron ketmish nima. Unga ba'zi cho'palarmi ketadi.
Kaçıp. Ularning qachiq sababi travmaligi chiqqaniga shu butun narsa oshkorlansa o'zini abtibashi oshkorlab qolsa tekshirib bular jinoyat qolsa bularni tutadigan gap shunga bular hozir qochib chiqadida endi Titanic'dagi bosh rolchi Leonardo ketgan xil bo'ldi u ketdi u ko'chman bo'lib puli bo'lgan ekan chiqib mushlar chiqib bakchiqi endi lekin da shu mushlarmisi aldınqı 4 yıl şu solchilar keltib chiqargan mushlarni tozalash bilan avara bo'lib hamda bizning ishimiz yana qolib qoldi bir yerda. Shunga bu jarayonda biz nima qila olamiz? To'xtamay antilimizni tashviq qilaylik, to'xtamay bizni tashviq qilaylik. Ondan tunisa bizni haqlar bekrak. Hozir bunda qalamoqanchiq tursa haqliqi boshqa bir irqning qirg'inchiligiga anglablan bishog'raydi. Şu müştiyatı biz diqqat qilmayapmiz deb o'ylayman qilib. Shunga bu qanday qilishimiz kerak? Bizni bekrak tunitib, Uyg'ur degan ismni bekrak kuchaysak, uningkin haqlar Uyg'ur degan bilganligidan izlasa, Mesela ahvol chiqadi. Endi biz qanday tunitimiz liqi kiribli og'riqdan tunitsak hech kimning kori bo'lmaydi hozir. Menimcha bo'lsa shu madaniyatimizni tunish orqali, ham bu madaniyatimiz orqali o'zimizni tunitishga, ham madaniyatimizni saqlab qolishga foydali. Masalan, Chipotlar shu bir turli qiliqi testamoq shu ispanlarning har bir shtati bor. Cho'ng shaharlarning har birisida nechtaldan bor shu bir yurish. Ashta qilib don chiqargan chipotlar hammasi Meksikani tomoq ishkeligini biladi. Taco bir turlik uning asosiy tomoq turi ular Meksikanikini biladi. Ham yoqtirib yeydi Amerikaliklar shunday qilib bularni biladi, ularning madaniyati va kimligi shu orqali naydidanliq. Ondan maynat birimlarning tomoqlari mana shu ismi bilan danliq bir şeydan mesela shu yerda borda odamning ichini qaynatib. Ham o'zlan danliq ham maynatliklarning danliq u bu shunda turib yana yeydi haqlar. Ondan birmalarning shu azam bizda BKMga kuchi azamga kuchlarni paydo qilgan masala butun dunyoga tanlab qamlashmagan shu. Ondan yana nima ma'lum Starbucks kofesini ilqaynim qo'ydi, danliq qildi. Butun Amerikaning ham yerda bor Starbucks samsi biladi. Shunga o'xshash bizmi markani yaratsak Uyg'ur nabidiki Mesela Güles markası, mesela Güles Uyg'ur kiyimlari bo'lsa, Güles Uyg'ur kiyimlari degandek. Yoki mening plan bo'lsa Navoiyxona ochdim. Güles nonlari deb Uyg'ur non deb shu Gülisdan nim qilsa, Güles nonlari xuddi rahmat nonlari deganga o'xshash. O'sha har bir shtatga bir taldan qilsak, unki bizning nonlarimiz esa yiqish usullarimiz madaniyatimiz saqlanib qoladi. Shu madaniyatimiz esli bo'lgan kim inniqlar yaraydi tam alaqay nonning isliqini bilamiz, boshqalarga tuntalaymiz, haqlarni yoqtirib yeydi. Shuna Güles nonlari, Uyg'ur nonlari deb chiqsa, Güles Uyg'ur nonlari. Misol davotmanda ashta chiqsa degan Uyg'ur deb hammadam biladi. Ma bir usul gammi ichsak, hozir oshxonalar hamma yerda ichiladi, nayt xo'shalik ahvol apren, ammo yetarli emas, damliq ichilgan bo'lsa yaxshi. Hamdalik hamma tomoq kirish olmay Aşo niyazlıq müşü çipotlar, yakımız müşü taco o'xshash niyazlıq nim qısaq mı? Yaxşı oldu mesela şu mesela Uyghur polosi daplam. Mesela Güles Uyghur polosi daplamçı. Güles nonlari, Güles polosi, Uyghur food dap aşo. Uyghur tamoqlari dap. Onun için Güles kebapları dap, Güles samsılari dap. Ashta nim qısaq amma misal da'atma men ismimni. Xudoim bo'lsa, men cho'qim bir markamni yo'qotmayman, chang saqlayman, nim qilma. Ishqib bir nim qilma. Hozirgi mening qilayotganim azan ishim shu Güliston kosh torbitim orqali. Shu Uyg'ur xatlarini mumkin shu t-shirt setish mayka. Shunda qiynaldimki, Amerika ishlangan maykani izlab yurib, oxir qarsonlar torba shunda o'zgarib ketdi, chunki o'zim yaxshiyman, uniki mahsulotni shunda izlab ketdim. Ba'zi mahsulotlarni o'zim ilib mahsulot tekshirish jarayonida buning hammasini yog'ana shu menga ilqi degan supular, print on demand bostirib bisib nima qilgan. Kichik shirkatlar amsi faqat Amerika ishlangan emas, shu hammasi Xitoyda ishlangan maykalarni yakab bisilishi Amerikada bo'g'ash qilam, Amerika ishlangan deb yog'ana etib, maykani situatsiyasi hammasi Xitoyda ishlangan deb bakka stakanlarni shu. Amerikada mushta yo'g'on davlat stakan ishladan yo'q ekan. Hammasi Xitoydan kirgan.
Men aşı Amerikada yasagan istakan tapamadım. Halkımız. Ana bir xil azaplık. Şuna onu mu çıkarttım? Men shunda chiqmasalarni kirdim, o'zim yoqtirgan mahsulotlarni hammani shuni tekshirib boqay deb o'zim chidab olsam, hammasi shunaqa shu hammani chiqartdim, işte oxir izlab yurib, supularni shallab shu printful, shu bir supuda shu bir uyg'ur deyman. Uyg'ur senga bo'lsin menchiroq anla. Mush Amerika ishlangan hamda raxlari kirgizgan bo'lsa uning amalmoqga Amerika ishlangan deb yizaqlar haqiqiy Amerika ishlangan maykini tepib shuningga uniki o'zim layni qo'yib qo'yatman. Uniki mushta bizning Uyg'ur kiyimlarimizni mushu hamkorlash boshlablar mushta qo'yatman deb o'zimizning kiyimini sovatman, raslan topma rasliq atlaslarni izlab tepib ko'ylaklarcha o'zimizning madda tushamiz Uyg'ur fashion deb ashni qilib qilmoqchi. Endi bu bir yangi yo'l bo'ldi, shu bo'yicha qilmoqchi. Ammo voz kechmayman, qilmoqman, qo'ldan kelganini qilmoqman. Tirishqanqa ishim yetmaydi. Mening ishtil chiqarmasam, mening birdan bir nimam shu mablag' yo'q shunga. Ammo tirishchilik bor, chuqur bir yerdan chiqdi. Mush Gulis degan nomim mushu markam bo'ldi. Xudoyim bo'lsin, mushu markam markaz qo'ldim demayman, mushta Gulisni chuqur nim qilma. Keyingi rivojib qolsam shu mening aşkım baqatam ishaliqi. Gülisnalari deb shu Uyg'urnalligimiz nima otliq qilmaydi. Xalqlarga mushta maslahatlar, taklif fikrlar bo'lsin, qilinglar, qo'llaninglar, mening gaplarimda foydalaninglar. Mushta navaxonachali Amerikada bu sar bir Uyg'urlar birlashib kelib mushunda namoyishlar chiqayotgan o'mlashgan o'mlik bo'lgan mushta mesekliklardek bütün yerga Xitoyning oshqan o'mlik bo'lgan Xitoyning ko'chalari shu hatto noya shaharni qurganmish minnat bir miladek. Shunda o'mlik iftixor eyni shunda birlashib o'mlik birlikda namoyish chiqib o'zining iftixorligini nachar iftixor iqimini taqtotqanmish iftixordagi kishilardagi bor bo'lgan o'mlikdek bizmi bir o'mlik bo'lib birlik kelib u asqatmaydan quruq o'shmanlik, hasatxo'rlik, qizinish, taqtuqu, tanqidlash u bo'mini bir yoqqa qo'yib qo'yib, birlik kelib, qo'l ilkida bor korxonchilar yoki iqtidor borlar yoki qaz olalaydiganlar bir yoqqa kelib, mushta yurishlik zanjirsimon Uyg'ur nonlarini bir marka bilan Gulis yoki boshqa o'zim deb misol qildim Gulis dedim. Marka qilib butun har bir shtatga asosida shilq qilib bo'lmaydi, albatta bir shtatdan boshlaymiz, bir shahardan boshlaymiz. Ashta qilsak, mushta zanjirsimon Uyg'ur nonlarini qilli mayli do'kon bo'lsin yoki mushta nima bo'lsin, mashina, food, tomoq mashinalari bo'lsin, qilg'ili bo'ladi xalqimiz. Ondan keyin oshxonama ichiverayli ko'p qo'llab yaxshi. Ular ichilaversin. Ondan keyin ishqa bir yoki ikki noqul tomoqni qilib zanjirsimon Uyg'ur polosi deb chiqarayli ma'lum markada. Ishta qilib mau bir bizning o'zimizda tuntib Uyg'ur degan ismni taqtilgan. Men turgan yerda Uyg'ur deganning kimligini uqmaydi, anglab boqmagan. Mushtaq qilish usul orqali mavjudligimizni saqlab qolish va davomli taqtidan eng yaxshi amallar usullarmi shu. Ondan keyin qo'lida ilkida borlar mau bizning shu ipak to'qish mashinasini akab ugunib misha to'qib mishida ras ipak satili Amerikada to'qilgan Uyg'ur ipaklari deb Uyg'ur ishlagan Amerikada chiqargan deb mushu Trumpning yang siyosati bormi mushu kirgan mushu butun nimalarga yuqori nim qo'ydan bo'ldi, bosh qo'ydan bo'ldi, yaxshi. Endi uning degani unda boshqa qolmasang sodanni miya akab misha yasa deydi. Misha yasa qilish orqali ularmi masalan Uyg'ur bizimizdan ipak mishda korxonasi ochgan bo'lsak biz akrab oshqda o'zimizdan markasini tunta olamiz, pul topa olamiz ham Amerikada ishlangan qilib Amerikaning yerlik nimasigami to'kib qo'shimiz bir paxtakda ishga chalma so'qib shu Trumpning mushtaqilqi o'tirib qo'yotgan yangi siyosatni izlab tepib ashtarliqi qo'llansak, foydalansak bo'lmamdi deyman. Ashtaqa ipaklarimiz qilib Uyg'ur korxonasi Atlas korxonasini açsaq teh yaxshi. Men laylashga bakaman Atlas kiyimlarini laylab texmo ashta bak o'ylayapman shu Gulis Atlasni qilib Gulis kiyimlari deb qilsak bo'ldi. Mushta pichat laylab shu nim qilsak ras Atlasdan sifatli qilib qilsak mushu
dangdar shaxslar shu bo'lib birbilar kiyib nim qilib danqin chiqasa deb boshda o'ylab taqat qo'yilgan emas arzu armon ham qanday ish arzu armondan keldi mayli quruq xayoldan keldi hargiz quruq xayol qilishdan arzu armondan nim qilmayli zang qilmay qilib ketmali meni ashlar qilmay boshlayli mana ashunda boshida o'y fikrdan keladi am demakchi o'g'ini mushlardagi o'mlikdan bizda bo'lgan bo'lsa mushta bir zanjirsimon gaplarim taqatuq bo'lib ketdi mushta chunki mijozim yo'q gaplarim taqatuq ammo misli zilzil gaplar aqli bor zehnim uchiqar qandoq uyg'ur tushundi demakchi o'g'limning megizi shu bizda birlik bo'lgan bo'lsa işte bir jip qura olgan bo'lsak biz birlik qura olgan bo'lsak siyosatchilarni qilaversa siyosatdan boshqa mushtajiatdanmi biz o'zimizni tunta olsak hammasi yoqtirib kiyimlarimizni yoqtirib tomoqlarimizni yoqtirib madaniyatimizni yoqtirib ketsa bizni yoqtirib yo'qolib ketmasin deb turib bo'lsinmi yordam qiladi haqlar boshqa millatnikilar shunga deyman voy az bir ishlarni qilsak qilib bo'ldi unkin u bo'lsa man demay birlik bo'lgan bo'lsa yiroq yaqin demay ashtoq puli bola pul chiqarsa aqli bola aql chiqarsa birlik birga kelib bizning shu yepakchikimizni miyada rivojlantirsak tomoqlarimizni tomoq madaniyatimizni rivojlantirsak tunishtirib dang chiqarsak undan keyin do'pchiligimizni qilsak texmi yaxshi atlas kiyim bizning kiyim kechak madaniyatimizni qilib olsak dangqin chiqarsak rivojlantirsak endi miyani shu yerlik to'qiganda biz mishanim qanda miyagimi to'kib qo'ysak bularmi xo'sh bo'ldi ham bularmi bakrak foydaydi mushta nasrimiz batdi deb turibmi bir ashib qolsa kimligimizni qo'lda yana paysi bo'ladi undan keyin navoiyligimizni qilsak yana shundaylik muzik chalg'i asrimiz bakchiralik mushlarni qilib mishada muzikani qurib uyg'ur chalg'i asboblar muzikasida qilsak uni kirishga biladi u bu qilib ularni boshda axsiz ichib keliga aqli qo'yib unga shu sotdan qilsa xuddi qimiyada esli go'zal asarlar arxi setildi masalan New Yorkda shu ko'rgazma xallarida har xil rasm maybiq rasm asarlar setildi har xil asarlar setildi ko'rgazma xallarda ham ko'rganim qilindi ham setildi biz ashta qila olsak setilsa esil setilmay qolsa shu ko'rgazman uyg'ur nomi degan hamma yerda chiliqtirish maqsad tunishtirish taqtish hamma yerda ko'rdan qilish meni shuarim bor mana ana tilimiz ham yerda ko'rinsin deb ashta qila olgan bo'lsak bek yaxshilatdi butun o'shmanlikni xapislikni keynimiz qari qo'yib shu oldimiz qarab maqsad bo'ldi qo'lni qo'lga tutishib bir-birimizga yorilak bo'lib bir-birimizga ko'ngil bo'lib bir-birimizga tortishib mavjudligimiz bir-birimiz bilan bo'lmasa mumkin emasda Çok so'zlab qoldim. Shu video mushunchalik bo'lsin. Mijozim yo'q so'zildim. To'g'ri tushunasizlar. Bo'ldi ham Allohga emanet.